Assalomu alaykum mushtoplik qarindoshlar. Yuqorida Nur TV'sininki Muhammad Ali'ning darsini yo'llab qarindoshlar o'zining qarashlarini o'ttirib qo'yapti. Haqiqatan qarindoshlar degandek qachonda anglasangiz hech qanday bir ilgirlash yo'q. Yalnız bu Muhammad Ali'ning da'vatqanida emas. Mushu Muhammad Ali da'vatqan narsani yuqorida Saydakram degandek 1000 yilningizni anglab kelayotgan narsa. 100 yilning oldidagini anglasangizmi shu? 50 yilning oldidagini anglasangizmi shu? 20-30 yilning oldidagini anglasangizmi? 20-30 yilning oldida so'zlagan odam qayrib ketib, yani shu chog'da o'qish boshlag'ini o'qib olim bo'ldim deb, yani shu boshlagan yerdan boshlaydi. Shu so'zliga yerdan noldan boshlab, shu taqashqa yerga kelib taqishib qolalik. Bir narsani bisib o'tib, bu dinimizga, millatimizga, bizning hozirgi ahvolimizga foydali bir narsani o'ttirib qo'yolmaqlik. Chunki ular cho desa, shu so'zlayotganlar cho desa, ma'lum bir doiraning ichiga solab qo'yaqlik. U yerdan ishib ketsang bo'lmaydi deydi. U yerdan ishib ketgan odam kofir, u yerdan ishib ketgan odamning xotini taloq, u yerdan ishib ketgan odamning mollaridan tatib, jonlaridan tatib ularga halol. Mana shundoq. Shuning uchun 1000 yilning yog'i bir doiraning ichida, bir chambarakning ichidan bir qizil sizoq bor. Shu sizoqning ichidan bo'sib o'tib ketolmaylik. Bo'sib o'tib ketolmagandan keyin cho desa, bir millatni yer sharida tugab ketish holatiga girdog'iga ko'tarib keldi. O'sha darajada og'ir ahvolimiz. Mushunchalar uzun vaqt ketdimi deb qilishingiz mumkin. Bir millatning tugab ketishiga uzun vaqt ketadi. Chunki biz tariximizda nurg'un xandonliqlarni qurgan, butun O'rta Osiyoda ot choptirib, sen emasman deb o'tgan bir millatmiz. Bundaq bir millat cho desa, aldirab tugab ketmaydi. Lekin tugab ketishga cho desa, o'sha darajada og'ir bir do'tlik, qapaqoshlik, tafakkur qilmaslik, izlanmaslik sababchi bo'lgan vaqtda shuning bilan bugungidek oqibat kelib chiqdi. Ana o'sha yerda birli gapni misol qilish bilan gapimni tugatay. Mening bir og'aynam bir bilan so'zlashibdi. Bir yaqin og'aynisining bolasi bilan. Turkiyada. Nima qilyapsa desa, fiqh o'qiyapman debdi. Debdiki, sen fiqh o'quvchi bir hunar kasb o'rgansan ummamda. Remochilik o'rgan, yog'ochchilik o'rgan, mashinchilik o'rgan, bir kasb o'rgan. Shu kasbni o'rganib, shu kasbda oilangni, bolalaringni beqib, bir jamiyatda o'zing bir xotirjam, hech qanday muhtoj bo'lmay yashqidek bir holga kelmamsa, nemishki fiqh o'qiyman deb fiqh o'qiysa debdi. Debdiki, shuning bilan subhanalloh ka, iymoningiz bo'shab ketibdi sizni. O'sha gapni qanday og'zingizdan chiqaryapsiz debdi. Shuning bilan bu bola nasihat qiluvchi, sen fiqh o'qisan, sen hozirgi burundan tatib fiqh deb belgilanib qolgan shu fiqhni buzib o'tamaysan. Uning o tarafiga o'tib ketamaysan. Berib shu yerga taqishib qolsa, shu yerda to'xtaysan. Uningdan boshqalar chiroyli uni o'qib, vaqt sarf qilib, shunda chiroyli tuzib qo'yapti. Agar ashundaq fiqh bir masalaga duch kelgan vaqtingda shuningdan bir narsani tepib, o'zingning duch kelgan masalasini hal qilib, boshqa kasb o'rganganing yaxshi emasmi? Desa, ya siz bilmaysiz debdi. Degandan u sen yuqorida men deganimdek o'qib akilib taqishliga yering shu burungi fiqhni o'rgansa, yezirliq narsani o'rgansa, banasini o'rgansa, uni besib o'tib ketammaysa, uning yangi bir narsa qo'yolmaysa. Sen uning ustiga yangi bir narsa
qo'ysang, seni dindan chiqarib o'tadi. Kafir deydi, murtad deydi, ani inkor qilding deydi, mani inkor qilding deydi. Davatida hozir mening og'aynamni debdi. Meni debdi. Meni ko'rsatdi. Davatida ma Qur'onni tafakkur qil, izdan. Yeni bu dunyoga, ma insoniyat dunyosiga, o'zingning millatiga foydali bo'lgan narsalarni chiqarib, aqlingni ishlatib, yeni bir narsa qo'y. Yengini o'rgan davatsa, shu og'aynamni mushrik davatida, dindan chiqdan davatida, kafir davatida, xotin taloq davatida, uning uyiga borsang bo'lmaydi davatida, uni o'ltirish kerak davatida, u davatida, bu davatida. Seni mi resmi şu fiqhini ögünüp sen, aşını buzub etadigan, aşını buzub, onun bu dünya hazırki vaqtda bu dunyoga keraksiz bir narsa bo'lib qolganligini his qilib sen Qur'on bilan haqiqiy Qur'onni ögünüp Qur'on bilan o'tirg'i qo'ygan vaqtingda sen mana mening og'aynam tatgan debni o'xshash tatisi. Uningdan bu millat aqli tafakkurini kichkina oshirib nimening din emasligini o'rgangidek bo'lgan vaqtda uningdan keyin sen o'z oldingga mustaqil shu hozirgi real dunyoga moslashtirib, shu Qur'ondan chiqarib bir eng dunyoga moslashadigan insonlar qonun, haqiqiy islomiy qonun, haqiqiy islomiy jamiyat, Qur'on talab qilayotgan jamiyat manda bo'ldi degidek bir narsani o'tirg'i achqalig'idek iqtidorga yetgan vaqtingda agar shu to'salg'iga uchrab qolmasang, shuni qila olsang, Qur'onni o'qib, ashuni qilsang bo'ladi. Agar sen shu koni fiqhini o'rganayotgan bo'lsang, yuqori deganimdek bir masalaga duch kelgan vaqtingda shunga qarab ishingni hal qilaver, bo'lmasa boshqa kasb o'rgan debdi. Amaliyotmi ajoyib esil gap desa, ajoyib esil gap. Allah Qur'onda tafakkur qilinglar, izdininglar, aqlinglarni ishlatinglar. Qur'on qiyomatgacha insoniyat dunyosiga bir aql o'rgatadigan, insonlikni o'rgatadigan bir kitob. Shu fiqh degan narsaning ichidan hech kimni chiqamasa, chiqqan odamni kofir bo'lsa. U fiqh degan narsa hozirgi real dunyoga moslashmagandan tashqari Qur'on bilan hech qanday aloqasi yo'q, nurg'un hukmlar tursa, boshqa bir din bo'lib shakllanib qolgan bir narsa tursa, shuning bilan desa islom dunyosining, musulmonlarning va bizga o'xshash islom diniga e'tiqod qilgan Uyg'urlarning boshqalarning davlati bo'lganligi uchun bir nimalarni qilib ketib bordi, setib yeb, o qilib, ijara verib, kira verib degandek. Ashunda qilib cho'ng kuchlar ulardan foydalanib ashunda qilib ketib bordi. Bizga o'xshash davlatni tatqizib qo'yganlar desa, biroqla davlatni qurish uchunmi bizga bir yenilik yo'q. Yanılı şu konunu sözlepla, şu yerden pekrap çıkıp ketmeyla. Onu bösüp çıkıp ketken adam kafir oludu, müşrik oludu, murtet oludu. Emeliyatta onu ekilip rast muşlungadan çıkıp ketsem ben murtet olamdım deb qarsanız, o özü bu dinden çıkıp kettiklik. Şu fiqh deb yazgan narsa bu din bilan hech qanday alakası yok. Ming yilningizni yanılam şu yerda cho'gilab yuraylik biz. Qachon da tabliq anglasangiz o'xshash yeni bir narsani qilg'ini qo'ymaydi, yeni bir tafakkur qilg'ini qo'ymaydi, yeni bir din uchun, mushu millat uchun bir foydali bir fikrni o'tirib qo'ysangiz, siz kafir. Demak, ash chambarning ichiga bizni akirib qo'ygani 1000 yil bo'ldi. Nimishki 1000 yil bo'ldi desa, Qur'on o'zi kirgan emas. Qur'on bilan billa agishib aş 6 kitap birga kirgan. Bir-birini inkor qilib turadigan, Qur'on bilan nurg'un narsalari, nurg'un berayotgan hukmlari zid keladi. Qur'on bilan zid keladi. Ular o'zaro bir-birini inkor qilib turadigan yerlar shundajaq. Demak, 1000 yilning oldida biz shu buzuq bir narsani din deb qabul qilib olganligimiz uchun demak hech qanday taraqqiy qilmadik.
Qur'onni oyoq qo'yib shu 6 kitobni o'qish bilan bo'lib ketdik. Bugun kun kelganda Qur'onni o'tirg'a qo'ygan odamlarchi desa, o 6 kitobning ko'z qarashi bo'yicha mushrik bo'ladi. Qur'onning qarashi, Qur'onning ideologiyasi, Qur'onning ilg'or fikri, Qur'onning dunyo qarashi, Qur'onning davlatchilik qarashlari, chunki o 6 kitobni rad qilib tashlaydi. Palonchi Ebu Palonchi, İbn Pokonchi. Yani Palonchining dadasi manda debdiki, Pokonchining bolasi manda debdiki degan bu so'z Qur'onning davlatchilik ideyasini, Qur'onning insondek qanday inson bo'lishga tashabbus qilishlarini, Qur'onning nurg'un inson ko'rsatgan haqiqiy insoniyat dunyosini haqiqiy inson qilib yetiltirib chiqaradigan qarashlarga, nurg'unlarga ash Ebu Palonchi, İbn Pokonchi degan narsalar qarshi keladi. Şunun bilan desa, oshining ichiga kirib qilib chiqolmay. Hem sizni chiqolmaydi. Ashadili yursiz. Qachonda qarasangiz bu tabliğlar o'xshash. Uningdan ilg'orroq bir fikr qilgan odam desa, kafir, mushrik bo'lib ketaverdi. Shuning uchun bu millat Qur'onga kelib, kallasini bir silkib, u yerdan chiqish kerak u yerdan. Ya hurmatli aziz topdagi vatandosh, yurtdosh, qarindoshlar, Cenab-ı Allah'tan hammamizga tan saqlik, xotirjamlik tilayman. Ahmetcan bunu anlapsiz, hem de hammani anlap qo'ysangiz bo'ladi. Men mush Nur TV'ning topida bor, hem de bunu anlap turman. Hem de mush hozirgi bizning jamiyatimizdagilarning eng tipik vakillaridan birisi. Yo'lishimning sababimi qarindoshlarning bir o'ylab davomli qo'shni analiz qilishsa yaxshi bo'larmikin deyman. Bizga ming yillardan beri tashviq qilinib kelgan, tushuntirilib kelgan, o'rgatilib kelgan tashviqotlar, ideologiyalar mana mushu. Mushuni o'rgandi, bizning bolalarimiz mushuni o'rgandi. Bizmi maktabda, ma'rifda bo'lmasa, uyda mushularni o'rganib cho'ng bo'ldik. Anlap cho'ng bo'ldik, cho'ng bo'lib mushu to'g'ri ekan dedik, e'tiqod qildik. Mana mushuning bilan bugungi kunga keldi. Hozir endi mushuni tushunib, asli bundaq emas ekan deyotgan qanchalik odam bor bizning ichimizda. Bizning qilgan inqiloblarimizninki ideologiyasi, rahbarlik gruppasi qandaqda biz o'ylab baqsaq bularni qanday xulosa chiqaramiz. Buningga o'xshamagan odamlarni biz nima deyapmiz? Bizga rahbarlik qilgan odamlarning ideologiyasi, ularning ippagan siyosatlari, ularning do'st dushman prinsiplari, ko'z qarashlari, qizil sizoqlari qandaqdi masalan shu vaqtlarda qo'ygan shartlar, masalan shu inqilobda qo'ygan shartlar hakimiyetlerimizden kurulgan keyingi vaqtlardagi siyosatlar qandaqdi biz bir qur mushdan tahlil qilib baqsak, biz texmi yaxshi tushunamdik deb o'ylab yo'lladim mushni. Biz mushda tarbiyalangan. Hozirgacha mushundaq bo'layotdi. Mushuni eng to'g'ri da'vatda mana biz mushda bo'lgan vaqtimizda g'alaba qozonamiz. Mushunda bo'lgan vaqtimizda nishonga yetalaymiz da'vatda. Bu dünyadaki hazır reallik nima, her bir devletler, her bir xalqlar, her bir milletler, ama muşu sözləvatqan musulmonlar mı qanda bo'layotdi dünyada? Bizga nisbatan munosabat qanda bir siyosetlarni, devlet diplomatiya munosabatlarini tutyotdi boshqalar bilan bo'lgan. Biz endi bundan qutula oldikmi hozir? Mesele müşahede deb qarayman, mening shaxsiy bu tushunchalarim. Yani ta'kidlab so'zim tugatsa, mushunda bir o'ylayotgan, mushda tushunayotgan, biz mushda bo'lib ketibdik ekan deyotgan, biz faqat bir Uyg'ur emas, Uyg'ur ruhimiz bizning tugab, millat ruhimiz tugab, faqat bizning vatan, yani zimin, iqtidarlik haq hukuklarımız tugab, faqat bir terk dünyadan vaz keşken bir toplumga aylanıp
qilayotgan bir odamlar ekan bizda, mana mushuning tufayli. Mushuni hammasini anglasanglar, texi yuqorida jiqqanda buning har birisini birdan tushuntirib keladi. Mushularning hammasini anglab kelsak, mushu tarki dunyolikdan, mushu dunyoni oxiratga qurban qilishdan, bu dunyoda hech nimani o'ylamay faqat shuni o'ylashdan iborat ideologiya, ideya ilgari suriladi buningda. Boshqa narsa yo'q. Endi mushuni bizning odamlarimiz 20 yil, 30 yil o'qiydi. 20 yil 30 yil o'qigan hammasining 20-30 yil o'qigan narsa mushunga o'xshash narsa. Hech qanday boshqa narsa yo'q. Boshqa taraqqiyot, boshqa bir fikr, boshqa yangi bir ideya, bir dunyo ko'z qarash, o'zgarayotgan dunyo, o'zgarayotgan fan texnika, yuksalayotgan fan texnika, bu jihatlarda hech qanday narsa yo'q. Muşunun yetişsəklə biz faqat dünyada acayip hür, erkin yaşayımız deyilgan ideya. Yani bunun doğru hatalıqını bizge reallik, əməliyyat köstüvatıdır. Doğru oylasak, fikirləsək, yaxşı mikin dep yollap koydum qarindaşlar.